Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugungi gaplashadigan mavzumiz davlat va huquq asoslari fani bo'yicha maktab bitiruvchilariga qo'yiladigan talablar deb nomlanadi. Bugungi kun o'quvchilari qanday fazilatlarga ega bo'lish kerak? Huquqiy jihatdan qanday bilimga ega bo'lish kerak? Qanday ko'nikmalarga ega bo'lish kerak? Qanday o'ziga xos bo'lgan jihatlarga ega bo'lish kerak? Mana shular bilan bog'liq barcha masalalar bugungi mavzumizda o'zini ifodasini topgan. Shu bilan birgalikda o'quvchiga portretini yaratishimizda unga ta'sir o'tkaza oladigan pedagogni o'zi qanday bilim, ko'nikma, malakalarga ega bo'lishi bilan bog'liq masalalar ham bugungi mavzumizda ifodasini topadi. Demak, mavzu mazmuniga nazar tashlaydigan bo'lsak, mavzumiz amaliy mashg'ulot shaklida o'tkazilishi ko'zda tutiladi. Shunday ekan, mavzu mazmuniga mos ayrim nazariy bilimlarni olish bilan birgalikda amaliy mashg'ulotni bajarishga kirishiladi va o'quvchini portretini birga mavzu mazmuniga mos yaratishga harakat qilamiz. Mavzumiz rejasi 4 qismdan iborat. Ular quyidagicha. Demak, birinchi hayotiy ko'nikmalar, 21-asr ko'nikmalari, ya'ni o'quvchilardagi 21-asr ko'nikmalari qanday bo'lishi kerakligini aniqlashga qaratilgan masalalar bu reja doirasida ifodalanishi kerakligi ko'zda tutiladi. Ikkinchi rejamiz maktab qanday mahsulot yetishtirib chiqaradi deb nomlanadi. Uchinchi rejamizda maktab bitiruvchilarining ega bo'lishi ko'zda tutilgan ko'nikmalari va to'rtinchi rejamizda bitiruvchi portretini shakllantirishga harakat qilamiz. Demak, har bir mavzu doirasida biroz nazariy bilimlarni boyitilishiga va ularni amaliy mashg'ulot shaklida ifodalanishiga e'tibor qaratamiz. Mavzu mazmuniga mos quyidagi savollarga javob topish orqali mavzu mohiyatiga chuqurroq kirib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Avvalo, demak, birinchidan, maktab bitiruvchilari madaniyatlar aro xilma-xillik, globallashuv sharoitida namoyon bo'ladigan jamiyatda o'z o'rnini topa olyaptimi? Media madaniyati, axborotni saralash, tahlil qilish, tanqidiy yondashish ko'nikmalari mavjudmi? Global xarakterdagi yangiliklarni o'quvchilar qanday qabul qiladilar? Global kompetensiyalar shakllanganmi o'quvchilarda? Mana shu masalalarga alohida to'xtalish orqali takror etaman, hurmatli hamkasblar, mavzu mazmuniga bir qadar ko'proq kirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. O'quvchilarga xos hayotiy ko'nikmalar. Avvalo, 21-asr ko'nikmalari nimalar bilan belgilanishi kerakligi aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bular avvalo kognitiv ko'nikmalar bo'lib, kognitiv so'zini o'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, bilmoq, anglamoq, tushunmoq va fikrlamoq ma'nolarini bildiradi. Tanqidiy, kritik, ijodiy va kreativ fikrlash, turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil va sintez qilish, fikrlarni aniqlash va rivojlantirish, fikrni asoslash uchun dalillar keltirish, xulosa chiqarish, muammolarni hal qilish va yangi g'oyalar yaratish uchun axborotdan foydalanish, raqamli va media savodxonlik kabi masalalar ham aynan kognitiv fikrlash doirasidagi masalada qamrab olingan tushunchalar hisoblanadi. Keyingi muhim ko'nikmalar sirasiga shaxsiy ko'nikmalarni kiritamiz. Bunda o'ziga nisbatan ijobiy nuqtai nazar, moslashuvchanlik, his-tuyg'ularni boshqarish masalasi qamrab olinadi. Va oxirgi muhim tushuncha bu shaxslar aro ko'nikmalar bo'lib, bunda ijtimoiy ko'nikmalar, muloqot, kommunikatsiya ko'nikmalari, hamkorlikda ishlash, demak kollaboratsiya, empatiyalar bilan belgilanadi. Empatiya nima ekanligiga hurmatli hamkasblar biroz to'xtab o'tmoqchiman. Empatiya bu kimnidir, nimanidir his qilishini o'zida namoyish qilish. Kim siz haqingizda nimani his qilayotgan bo'lsa, ana shuni inson o'zida mujassam etilishiga nisbatan ishlatiladigan atama hisoblanadi. Menimcha hammamizga ma'lum, darsliklarimiz ko'rinishlari mana bu shaklda va davlat va huquq asoslari fani aynan 8-sinf, 8, 9, 10, 11 sinflarda
o'tiladi. Bu slaydimiz doirasida har bir sinfning yutuqlari va kamchiliklari, o'ziga xos muhim jihatlarini bir qadar muhokama qilish orqali foydali xulosalarni chiqarishimiz kerak. Ya'ni har bir sinfning o'ziga xos jihatlari nimadan iborat, yutuqlari nimadan iborat, kamchiliklari nimadan iborat, qaysi sinfda qaysi masalalar kengroq qamrab olingan, nima masalalar bilan darsliklarni boyitishga yana e'tibor qaratish kerak, qaysi sinfdagi qaysi mavzuni o'tishda qaysi metodni ko'proq qo'llash orqali ko'proq natijaga erishamiz, samaraga erishamiz, qaysi usulni qo'llashda nimaga ko'proq urg'u berishimiz kerakligi bilan bog'liq masalalar ham mana bu slaydimizda kengroq muhokama etilishiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Ya'ni darslikni har bir sinfdagi yutug'i, kamchiligi, o'ziga xos muhim jihati va keltiriladigan misollar, hayotiy misollar mana shu slaydda bir qadar ko'proq muhokama qilinishi kerak bo'ladi. Maktab qanday mahsulot yetishtirib chiqaradi? Siz uning qanday bo'lishini istaysiz? Albatta, mahsulot majoziy ma'noda ishlatilyapti. Maktab bitiruvchisi bo'lgan o'quvchi qanday bilim, ko'nikma, malaka, imkoniyatlar va fazilatlarga ega bo'lishi kerak? Avval aniqlab olamiz, keyin izohlaymiz. Ya'ni fikrlarni argumentlaymiz. Ya'ni asoslash orqali uni to'g'ri ekanligini boshqalarga ko'rsatib beramiz, tushuntirib beramiz, ishontiramiz. Bu yerda tinglovchilarning har biri eng kamida bittadan bitiruvchi egallashi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka, imkoniyatlar va fazilatlarni birortasini tarqatilgan qog'ozchalarga yozishi va buni muhim ekanligini asoslab berish kerak bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, demak, argumentlab berish kerak bo'ladi. Albatta, muhim shartlardan biri ushbu jihatni huquq fani bilan ham bog'lash kerak bo'ladi. Ya'ni qog'ozchaga avvalo qaysi muhim jihat bor ekanligi yoziladi, asoslanadi, ya'ni argumentlanadi va huquq fani bilan bog'liq ekanligini bu yerda mujassamlashtirishga alohida yana e'tibor qaratiladi. Maktab bitiruvchilarining ega bo'lishi ko'zda tutilgan ko'nikmalardan yana eng muhim ayrimlari bu slaydda ifodalangan bo'lib, ularning ahamiyati, muhimligi haqidagi fikrlarni tinglovchilar bilan birga asoslash kerak bo'ladi. Demak, har bir sinfdan sinfga o'tayotgan o'quvchi o'zining huquqiy mazmundagi fikrlarini erkin bayon qila olishi, ijtimoiy huquqiy mazmundagi masalalarda hamkorlik qila olishi, o'z xatti-harakatlarini baholay olishi, o'z fikrlarini misollar bilan to'ldirib bayon eta olishi va turli huquqiy mazmundagi muammolarni mazmunni tushunishi va bir qadar tahlil qila olish ko'nikmalariga tobora ko'proq ega bo'lib borishiga erishish ko'zda tutiladi. Ushbu slaydimizda ifodalangan har bir yo'nalishni tinglovchi o'qib izohlashi kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu jihatni o'quvchi o'zida mujassamlashtira olishi nega muhim? Bunga qanday qilib erishish mumkin degan savolga javob topish kerak bo'ladi. Ushbu jihatlar nimadan iborat ekanligiga biz alohida e'tibor qaratamiz. Ish o'rinlarini yaratishga intiladi, mehnat jamoasi va mutaxassislar bilan samarali hamkorlik qila oladi, ijtimoiy sharoitlarga moslasha oladi, o'zini rivojlantiradi, bilimini muntazam ravishda oshirib borishni tizimlashtira oladi, burch, majburiyat va huquqlarni biladi, ularga rioya qiladi, faol fuqarolik pozitsiyasini namoyon qiladi, ijtimoiy hayotga tayyorligini namoyon qila oladi, hissiyotlarni boshqara oladi, nizoli vaziyatlarda o'zini o'zi idora qila oladi, muammolarni tinch yo'l bilan hal etishga harakat qiladi, mustaqil tafakkurga ega bo'ladi, o'z xatti-harakatlarini tanqidiy baholay oladi, ma'naviy axloqiy fazilatlarga ega bo'ladi va targ'ib qila oladi. Hurmatli hamkasblar, yuqorida qayd etilgan har bir banddagi masala mazmuni nimadan iborat ekanligini o'quvchi to'laqonli tushunishi, his qilishi va ijtimoiy hayotdagi mas'uliyatni, javobgarlikni to'laqonli his qilishi uchun biz uni hayotiy misollar bilan ochib berishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi.
Hurmatli hamkasblar, ushbu slaydimizda bitiruvchi portretini yaratishda u avvalo doirada aks etgan jihatlarni o'zida ifodalashi muhimligini nazarda tutish kerak. Har bir jihatning ahamiyatini tinglovchilar bilan birgalikda tushunish va asoslash kerak bo'ladi. Buni ham kichik guruhlarga bo'lingan holda ishlash orqali har bir tushuncha mazmunni asoslagan holda ochib berish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha sinfdagi tinglovchilar sonidan kelib chiqqan holda har bir tushunchani kengroq ochib berilishiga e'tibor qaratilsa, uni mazmuni kengroq ochib berilishi bilan bog'liq bir hayotiy misollar keltiriladigan bo'lsa, demak, ko'proq natijaga erishish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keyingi slaydimizga o'tamiz, hurmatli hamkasblar. Har bir yangi darslik zamonaviy dizayn tendensiyalarga muvofiq bo'lishi muhim hisoblanadi. Bunda o'qituvchi portreti qanday bo'lishiga asoslangan holdagi asosiy masalalar qamrab olinishiga erishish muhim hisoblanadi. Demak, bizdagi mavjud darsliklarda ana shu jihatlar qanchalik qamrab olinganligini muhokama qilish va har bir jihatlarni o'ziga xosliklarini mazmunini tahlil qilish kerak bo'ladi. Ya'ni mavjud tasvirlar, tanlangan misol va topshiriqlarning og'irlik darajasi, har bir o'quvchining muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi, uzluksiz kasbiy o'sishi va barkamol rivojlanishi uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilganmi yoki yo'qmi degan masalalar muhokama qilinadi va yangi bilimlarga ega bo'lib boriladi. Shu tariqa maktab bitiruvchilariga qo'yilgan asosiy talablar mazmuni tushuniladi va belgilab olingani holda darslar tashkil etiladi. Hurmatli hamkasblar, demak, yuqoridagi masalalar mazmuniga mos nazariy bilimlarga, ko'nikmalarga va kompetensiyalarga ega bo'lish orqali biz o'quvchini ham shu yo'sindagi bilimi va ijtimoiy hayotda uni qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga bir qadar ko'proq erishamiz va o'ylaymanki, bugungi kun bitiruvchisi qaysi bir jihatlari bilan ajralib turish kerak. Qaysi bilimlarini ijtimoiy hayotni qaysi jabhalarda qo'llay olish orqali huquqiy madaniyatini namoyish qila olish kerakligi bilan bog'liq masalalarda o'z bilim doiramizni kengaytirishga musharraf bo'lamiz. Hurmatli hamkasblar, shu bilan bugungi darsimiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.